Assalomu alaykum. Kolumbiya tarixidagi, balki dunyo tarixidagi eng boy mafiya boshlig'i haqida gaplashamiz. Bu mafiya boshlig'ini bir kunda topadigan puli $60 million edi. Har kuni $60 million pul topardi. Bir oyda nari beri $2 milliard bo'ladi. Bu mafiya boshlig'ini shu darajada puli ko'p ediki, Kolumbiyaning banklari to'lib toshgan edi va undan tashqari to'lib toshgan, ortgan pullarni nima qilishni bilmasdan o'rmonlarga, dalalarga chuqur qazdirib, u yerga pullarni ko'mgan. Dunyodagi eng boy odamlarning ro'yxatini e'lon qiladigan Forbes jurnalida 1989-yilda uni nomi e'lon qilingan. Yonida chemadan puli bo'lsa ham, hayotini oxirida xor bo'lib o'lgan Pablo Escobar haqida gaplashamiz. Pablo Escobar o'zi qanaqa odam edi deb bugungi kunda Kolumbiya aholisidan so'raladigan bo'lsa, aholini ba'zilar aytadiki, bir qismi aytadiki, u qahramon edi deydi. Chunki minglab odamlarni uy-joy bilan ta'minlagan, uy qurgan va odamlarga shunchaki sovg'a qilib yuborgan deydi. Kolumbiya xalqini bir qismi aytadiki, u qotil edi deydi. Minglab odamlarni o'ldirishga buyruq bergan yoki o'zi o'ldirgan deydi. Endi bu odam haqida oilasi nima deydi desa, onasidan so'ralgan paytda onasi aytganki, "Mani o'g'lim menga quloq soladigan, aytganimni qiladigan, menga sovg'a salom beradigan, onasini hurmat qiladigan yaxshi odam edi. Men uni jinoyatchi ekanligiga ishonmayman" deydi. O'g'lidan so'ralgan paytda o'g'li aytadiki, "Otam haqida yomon deyishadi-yu, otam odamlar o'ylagandan ham ko'ra ko'proq yomon odam" deydi. Nimaga bunaqa narsani aytadi? Onasi yaxshilab turibdi, chunki Tipratkan o'zini bolasini ham yumshog'im deydi, Qoraqo'ng'iz o'zini bolasini ham oppog'im deydi. Lekin o'g'li nimaga meni otam odamlar yomon deb o'ylagandan ham yomonroq deyishini sababi nima? Pablo Escobar onasiga yaxshilik qilib, bola chaqasiga yomonlik qiladigan odammidi deyilsa, yo'q. Oilaparvar edi. Haqiqatan oilaparvar edi. Oilasini juda ham yaxshi, qattiq hurmat qilardi, yaxshi ko'rardi. Agar bolalari muzqaymoq xohlab qolsa, yarim kechasi kerak bo'lsa vertolyotni uchirib bo'lsa ham muzqaymoq olib keltirib qo'yardi, agar uyda bo'lmasa. Bir uyda yashayotgan paytda, ya'ni qochiqinda, quvg'inda yashab yurgan paytda uyda o'tir, ko'mir bo'lmagani uchun, qizi sovqatib qolgani uchun $2 million shundoq pechkada yoqib qizini isitgan edi. Bolalari uchun har qanaqangi fidokorlik qilishga tayyor edi, hattoki o'zini jonini berishga ham tayyor edi. Buni isboti umrini oxirida oilasi Germaniyaga boradi, faqat Germaniyaga qo'yilmaydi. Kolumbiyada politsiya uni bir mehmonxonada saqlaydi, tashqariga chiqishga qo'ymaydi Pablo Escobarni o'zini tutish uchun. Pablo Escobar qaraydiki, oila bola chaqasi mehmonxonada o'tirib qolgan, tashqariga chiqolmayapti, hur emas, erkin emas deb turib, o'zini politsiyaga tuttirgan va o'ldirilgan. Shu darajada oilaparvar bo'lgan, oilasi uni nozik tarafi bo'lgan, oilasini qattiq sevgan va shunga qaramasdan Pablo Escobarning o'g'li aytadiki, "Meni otam odamlar yomon deb o'ylagandan ham ko'ra ko'proq yomonroq" deydi. Chunki u o'ziga qilingan muomala, o'ziga qilingan munosabat, oilaviy muhiti, otasini qilgan yaxshiliklari bo'yicha emasdi, jamiyatga va hattoki dunyoga qay darajada otasi zarar berganini biladi, idrok qiladi va shundan kelib chiqib bu gapni aytgan. Keling, bu masalani boshidan gaplashganimiz yaxshi. Pablo Escobarning hayotini tug'ilishidan to o'limigacha, nega bunda hech qanaqangi bir o'rnak yo'q. Bor bo'lsa ibrat bor. Biz o'zimiz Pablo Escobar kabi hirsimizni, nafsimizni, kibrimizni o'zimizga xudo qilib olib, o'zimiz unga qul bo'lib yashamasligimiz uchun. Birinchidan, ikkinchidan farzandlarimizni ham hirsiga, nafsiga, kibriga qul qilib yetishtiradigan tushuncha bermasligimiz uchun. Pablo Escobar o'rtamiyona, kambag'alroq bir oilada tug'iladi. Oilada 7 ta farzand bo'ladi. 7 ta farzandni tarbiyasi bilan otani shug'ullanishga yetarlicha vaqt bo'lmaydi, chunki bolalarni boqish kerak. Davomli holatda ko'chaga chiqadi, birovlarning yerini qaziydi, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Shunaqa qilib uy ro'zg'orni ta'minlashga harakat qiladi. 7 ta bolaga ona tarbiya beradi. Ona o'zi o'qituvchi, lekin bolalariga tarbiya berayotgan paytda faqatgina "Voy, falonchini bolasini qaragin, jarrak pul topar ekan" deydi. "Pistonchi bor-ku" deb turib og'zidan bol tomib shahardagi eng boy odamni maqtaydi. U eng boy odam bo'lsa, jinoyatchi bo'ladi aslida. Uyda bolalarga tarbiya berayotgan paytda yoki shunchaki gaplashayotgan paytda faqatgina mol dunyo, pul, yaxshi yashash, ertaga mani yuzimni yorug' qilgin,
qo'sha uy qurgin, haligi ammeni, xolingni ichini kuydiraylik, meni xursand qilgin, sen bilan bir faxrlanadigan darajadagi bir boy odam bo'lgin deb turib, bolalarini miyasiga quyveradi. Pablo Escobar bolalik paytini o'zidayoq tushunib yetadi. Bu dunyoda, bu hayotda kimdandir hurmat ko'rish uchun, hurmat topish uchun yoki zo'r bo'lish kerak ekan, kuchli odam bo'lish kerak ekan, yoki zar bo'lish kerak, soqqasi bo'lish kerak. Kuchli odam bo'lsa va soqqali odam bo'lsa, har qanaqangi odam uni hurmat qilar ekan. Halollik, to'g'ri so'zlik, odil bo'lish, adolatli bo'lish, u hamma narsa ikkinchi darajaga tushar ekan. Soqqa bo'lish kerak ekan, kuchli bo'lish kerak ekan, puldor bo'lish kerak, kerak bo'lsa prezident ham bo'lish kerak, eng katta puldor odam bo'lish kerak ekan degan tushunchaga keladi va qaraydi. Men hozir o'qishda davom etadigan bo'lsam deydi, yo fabrikada ishchi bo'laman, uchma-uch yashayman, yoki otamga o'xshab turib bir dehqon bo'laman deydi, yoki qanaqadir davlat ishiga kiraman, oylikdan oylikka qarab umrim o'tib ketib qoladi deydi-da, o'qishini yig'ishtiradi. Keyin akasi va singlisi bilan birgalikda, endi oila bir xil tarbiya olgan-ku, akasi va singlisi bilan birga jinoyat ishlariga kirishni boshlashadi. Mozorga borishadi, qabr toshlarni o'g'irlashadi, ustini tozalashadi va yangi qabr tosh deb sotishadi uni. Mashinalarga o'g'irlikka tushishadi ichiga, mashinani ichidagi zeb-ziynatlarni o'g'irlashadi, keyinchalik mashinalarni o'zini ham o'g'irlashadi, keyinchalik boy odamlarni, hali 20 yoshga kirgan paytda boy odamlarni o'zini ham o'g'irlab, oilasidan pul talab qiladigan holatga keladi va shunaqangi ishlardan birida bitta katta fabrikani egasini o'ldirib qo'yadi. Shundan keyin o'zini viloyatida, Pablo Escobar Medellin degan viloyatida nom qozonadi. Shunday qilib jinoyat olamiga kirgan sari uni yo'llari ham ochiladi, tanish bilishlari ham ko'payadi va boshqa ishlar bilan ham shug'ullanish boshlaydi. Masalan, kontrabanda bilan shug'ullanish boshlaydi. O'sha paytda Kolumbiyaning ichiga tashqaridan mahsulot olib kelish uchun katta bosh to'lovi bor edi, chunki Kolumbiya davlati aytardiki, xalqni o'zi ishlab chiqarish qilsin, tashqaridan kamroq mahsulot kelsin derdi. Pablo Escobar bo'lsa, xuddi shu fursatdan foydalanib, kontrabanda mahsulotlarini Panamadan, boshqa davlatlardan Kolumbiyaning ichiga olib kirardi. Sigareta olib kirardi. Magnitofon endi chiqqan paytlar edi, televizor endi chiqqan paytlar edi. Shunga o'xshagan ichkiliklar bormi, shunga o'xshagan narsalarni tashqaridan olib kelardi. Bu tashqaridan olib kelayotgan paytda chegaralar yo'llarini bilishni boshlaydi. Qayerda qaysi soqchiga, qaysi askarga pul berish kerak, qayerda nazorat kamroq, qaysi usul bilan kim bilan pora bo'yicha gaplashsa bo'ladi, hamma narsani yo'lni qilib turgan paytda hayotida bir o'zgarish bo'ladi. Kontrabanda bilan shug'ullanayotgan, ya'ni tashqaridan Kolumbiyaning ichiga noqonuniy chegaralarni buzib mahsulot olib kelayotgan Pablo Escobarga bir taklif beriladi. Peru va Boliviyadan koka degan barg bor, o'sha bargini ishlangan, ezilgan xamirini olib kelish. Koka degan bir yaproq bor va u yaproqni Peruda, Boliviyada 100 yillar davomida oddiy xalq uni chaynab, kayf qilib yururgan. Nosvoga o'xshab turib, chaynab, kayf qilib yurishgan ekan. Masalan, Coca-Cola bor-ku, o'sha Coca-Colani ham aslida tarkibida eng boshlang'ichida o'sha cola endi boshqa mahsulot, kokasi bo'lsa, boshqa o'simlik kokasi bo'lsa aynan o'sha yaproq. O'sha yaproqni chaynasa nos kabi kayf beradi, lekin uni qayta ishlangandan keyin uni xamir holatiga kelib turib, keyin uni kimyoviy holatdan o'tkazganidan keyin bo'lsa, u juda ham kuchli narkotik moddaga aylanadigan edi. Aynan shu koka bargini, ezilganini, xamirini Perudan, Boliviyadan Kolumbiyaning ichiga olib kirish taklifi beriladi. Kolumbiyaning ichida bo'lsa, narkotik moddaga aylantiradigan kimyogarlar Kolumbiyada joylashgan edi. Escobarning zimmasiga tushadigan narsa Boliviyadan, Perudan olib keladi, qayta ishlanadi Kolumbiyaning ichida va uni qayerga jo'natiladi? Amerikaga. Amerikaga nega jo'natilgan o'sha paytda deyilsa, 1960-yillarda Amerikada diskoteka degan narsa rivojlangan. Diskotekada marihuana, nasha bor-ku, o'sha nashani chakish ommaviy tusga aylangan. O'sha nashani ommaviylashishi bugungi kunda O'zbekistonda ancha ommaviylashibdi va bunaqangi ommaviylashishi Amerikada 1960-yillarda edi. Diskotekalarda, turli xil o'tiradigan joylarda, uylarda yoki glamur oilani mamlakatni, davlat Amerikaning elitalari, amaldorlarni, boylarni, bolalari bir joyga yig'ilgan paytda, ziyofatlar qilgan paytda foydalanadigan nasha bo'lgan, ommaviylashgan 1960-yillarda. Va o'sha paytda rivojlangan, bugungi kunda bizning tabletka rivojlanib qoldi O'zbekistonda. Diskotekalarda bemaloldan sotilyotibdi-yu.
Aynan o'sha tabletkalarning rivoji 1960-yillarda Amerikada rivojlangan edi. Bu narsani nimaga hozir dona-dona qilib aytyapman? Bugungi kunda masalan Kaliforniyada uysizlar bor, narkomanlar bor deyiladi-yu, u bugungi kunda Kaliforniyada uysiz bo'lib, bo'mish bo'lib, ko'chada yotgan narkomanlar o'sha 1960-yillarni narkomanlarni yo bolasi, yo nevarasi, bobosi farzandli bo'layotgan paytda narkoman edi. Va kerak bo'lsa onasi ham bolasiga homilador bo'lgan paytda o'zida ham nasha chekib yurardi. Ya'ni uni bolasini qon-qoniga singib ketgan va bugungi kunda 3-avlod. Ya'ni biz boshqalarni hayotidan to'g'ri xulosa chiqarmasak, o'sha taqdirni biz yashashimiz mumkin. Gunoh shunaqangi narsaki, bir marta foydalanilgandan keyin uni davom ettiriladi, ya'ni kuchayib boraveradi. Kuchayib borgani uchun tabletka va nasha Amerika xalqini qoniqtirmay qo'yadi. Yana ham kuchliroq narsani xohlaydi va o'sha paytda kokain modaga kiradi. Amerikaning boylari, amaldorlari, kazolari havas qiladigan va iste'mol qilib o'zini zo'r his qiladigan kokain moddasi moda bo'ladi Amerikada 1970-yillarda. Va aynan o'sha moda bo'lish jarayonida bo'lsa, Kolumbiyaga qayta ishlash uchun olib kelish topshirig'i beriladi va u shu bilan shug'ullanish boshlaydi. Boliviyadan, Perudan olib kelishni boshlaydi va Kolumbiyada qayta ishlanadi. Qayta ishlangandan keyin tayyor holatga, narkotik modda holatiga kelganidan keyin uni Amerikaga jo'natadi. Amerikaga jo'natayotgan paytda nimadan foydalanadi? Pablo Escobar gazetalarga e'lon beradi. Agarda kimda Amerika vizasi bo'lsa, unga katta miqdorda oylik beraman deydi. Kimgadir $5,000 deydi, kimgadir $10,000 deydi va katta miqdorda oylik beraman deydi. Va shunaqa qilib Amerika vizasi bor bo'lgan Kolumbiya xalqi Pablo Escobarning ofisiga keladi va uni chamadaniga narkotik moddalar, kokain joylashtiriladi va odamlar u chemodanni olib Amerikaga olib boradi. U paytda hali rentgen rivojlanmagan, narkotik sifatida kokain unaqa masalan xavfsizlik xizmati bo'yicha yoki politsiya bo'yicha unaqa bilinmagani uchun odamlar chemodan Amerikaga narkotik moddasini, kokainni tashiydi. Borganda giyohvand moddasini olib boradi, kuryerlar, tashuvchilar borganda giyohvand moddasini olib boradi, qaytayotganda bo'lsa uni pulini olib keladi. Puli qancha deyiladigan bo'lsa, xom ashyosi masalan Kolumbiyada, Boliviyadan, Perudan olib kelinadi va qayta ishlab toki Amerikaga jo'natgungacha bo'lgan tan narxi $3,000-4,000 bo'lgan ekan. Lekin uni Amerikadagi sotilish qiymati $50,000 dan $100,000 gacha bo'lgan ekan. Ya'ni bir mahsulotni 10 baravar, 20 baravar qimmatroqdan sotgan Pablo Escobar. Tayyor mahsulot tayyorlaydi va uni jo'natadi va sotilgan qiymati tan narxidan 20 baravar ko'p. Va shunaqa qilib borgan sari boyligi ko'payveradi. Pablo Escobar butun bu ishlarni qilayotgan paytda hali 30 ga to'lmagan edi. 27 yoshida 1976-yil 27 yoshida qo'lga tushadi. Katta miqdorda kokain bilan qo'lga tushadi. Kolumbiya politsiyasi uni qo'lga oladi. Va Pablo Escobar aytadiki, "Qo'ysanglarchi, men bilan o'ralashmanglar" deydi. "Meni qo'limda bir gapimni yerga tushirmaydigan, etishim bilan uni oxirgacha zo'r bajaradigan yuzlab odamlarim bor qo'limda" deydi. "Hozir meni ustimdan jinoyat ishi qo'zg'atiladigan bo'lsa, xohlasam sizlarni bemalol o'ldirtira olaman" deydi uni qo'lga olgan politsiyaga. Shu sababdan ham Pablo Escobar aytadiki, "Undan ko'ra soqqa olinglar" deydi. "Men sizlarga pul beraman" deydi. "Men boyman, millionerman" deydi. O'sha paytda Pablo Escobarning boyligi $3 million bo'ladi. 27 yosh paytida 1976-yilda $3 million boyligi bor edi. $3 million dollarni o'zini ham qiymatini yo'qotadi. Bugungi kundagi qiymati $50 million hisoblanadi. $50 million pulim bor meni deydi. O'sha paytda $3 million. Soqqani olinglar, xotiningizga sovg'a salom olinglar, olmos tillalar beringlar, bolalarni Amerikaga jo'natinglar, o'qitinglar. Mashina olinglar, uy olinglar, mana soqqa berayman sizlarga. Yo'q, agar qabul qilmaydigan bo'lsanglar, unaqada sizlarni o'ldiraman deydi. Va uni qo'lga olgan ikkita politsiya xodimi qabul qilmaydi uni taklifini va haqiqatan Pablo Escobar uni qo'lga olgan xodimlarni o'ldirtiradi. Bu o'ldirtirish orqali boshqa sudyalarga ham, prokurorlarga ham, boshqa xodimlarga ham signal bergan bo'ladi. Ularga ham xuddi shu taklifni beradi. Soqqani olasizlar yoki o'qqa olasizlar, yoki kumush yoki o'q, yoki soqqani olasan yoki o'lasan degan taklifni berishni boshlaydi va bu taklif umr hayoti bo'yicha o'zi uchun qonun deb belgilaydi.
yo soqqani olib kimnidir sotib olish yoki o'ldirish. Va shunaqa qilib ikkita politsiya xodimini o'ldiradi. Qolganlarga bo'lsa bu signalni berganidan keyin sudyalarga, xodimlarga, tergovchilarga, prokurorlarga bu signalni bergani uchun soqqasini beradi va uni delasi deyiladi, uni ishi, jinoyat ishi bosti qilinadi, top-toza bo'lib tashqariga chiqadi va yana ishida davom etadi. Va bir kuni uni sherigi, Lexter degan bir sherigi bo'ladi, aytadiki, biz qachongacha turli xil, masalan, ayollar beliga ham bog'lab olgan, ichki kiyimiga ham sovib olgan yoki chemodanlarni yashirin qismlarga qilib turib, qachongacha biz Amerikaga kilo qilib jo'naturamiz. Katta partiyalar tayyorlashga imkonimiz bor. Qo'limizda katta o'rmonni olishadi-da, katta o'rmonni ichiga kattakon bitta qayta ishlash, giyohvand moddasini qayta ishlash fabrikasini tashkil qiladi. Talab bormi Amerikada? Bor. Odamlar kokainga o'tirib qolgan, nashaga qoniqmayapti, tabletkaga qoniqmayapti, kokainning modasi boshlandi. O'shaning uchun endi biz u yerga endi tonnalab yetkazaylik deydi. Va shunday qilib uni sherigi Bagama orollarida bir orolni sotib oladi. U paytda turistik hudud bo'lmagan, narxi arzon bo'lgan va orolni sotib oladi. O'sha orolda katta miqdorda olib boriladi, keyin kichkina samolyot orqali bo'lib Yevropaga ham, Amerikaga ham, turli xil joylarga katta miqdorda yetkazish ishlari boshlanib ketadi. Ana o'sha davrga kelib 1970-yillarning oxirlarida 30 yoshga to'lgan paytlarida Pablo Escobar har kuni $60 million pul topadigan bo'ldi. Bir haftada $420 million. Bir oyda $2 milliard yaqin. Lekin Kolumbiyaning banklari uni pullarini hadeb hisob raqamiga ololmaydi, chunki qotib qoladi. Birinchidan uni savol javobi bor. Qayerdan shuncha pul olding degan narsa uchun qonuniy asosi bo'lishi kerak. Uni yetarlicha asoslab bera olmaydi va shunaqa qilib puli ko'payib ketganidan nima qilishni bilmasdan dalalarni qazdiradi-da, u yerga pullarni ko'mdiradi. O'rmonlarning ichiga pullarni ko'mdiradi. Uyini ichiga, devorlarning orasiga Italiyada mutaxassislar olib keladi, vannalarni ko'tarsa tegidan bitta seyflar qilib turib, har tarafga, Kolumbiyaning har tarafiga pullarni ko'mishni boshlaydi. Faqat bu yerda bir narsa bor. Deylikki, o'rmonga bordi yoki dalaga bordi, yer qazdirdi va pulni ko'mdirdi, lekin qaziyotganda o'zi qazimaydi-yu. Odamlarni, kimnidir otasini, kimnidir bolasini borib turib qazdiradi, lekin u joyini bilib qoldi, ertaga borib yana pulni qazib o'g'irlamasin deb turib ularni o'ldirtirgan. Kimda kim pul ko'milish ishida qatnashgan bo'lsa, guvoh yo'qotish uchun, ya'ni insonning qadri yo'q. Faqatgina masalan qonun deyiladigan bo'lsa, bir ishni bitiradigan bo'lsa, hamma narsa soqqa bo'lganidan keyin, odamlarning hayoti shunchaki raqamlardan, statistikadan iborat bo'lganidan keyin, davlat xalq bilan, odamlar bilan shug'ullanmagandan keyin jinoyatchilarni nima deydigan bo'lsa, arzimagan puliga xizmatini qilardi, u ham bo'lsa bu narsadan foydalangan holatda o'ldirtirib yuborardi. Ana o'sha paytlarda Pablo Escobar endi boyku, onasi orzu qilgan darajaga keldi. Akasini o'ziga o'ng qo'l qilib olib turib, butun hisob-kitob masalalarni unga topshirib qo'ydi. Bir tarafda singlisi bor, o'sha boshida mozordagi qabr toshlarini o'g'irlashda birga qatnashgan odamlari yonida. Onasini rozi qilish uchun qo'sha-qo'sha uy, qo'sha-qo'sha mashina, qo'sha-qo'sha oltinlar berib yuribdi. Hali bizning tilimiz bilan aytganda onasini duosini olib yuribdi. Lekin shu bilan birga ichida kemtik bor. Masalan, ota-onasidan yetarlicha mehr ko'rmagan odam o'zini yetarlicha qadrli his qilishi uchun odamlar o'dittirishga harakat qiladi. Puli bormi? Bor. Endi nima qilish kerak? Odamlarni o'dittirish kerak. Shu sababdan ham 3000 gektar yer oladi-da, uni o'rtasiga uy qurdiradi. Va u yerda futbol stadioni ham bo'ladi. Uni o'rtasida hayvonot bog'i ham bo'ladi. Dunyoni har tarafdan hayvonlar olib keltiradi hayvonot bog'i uchun. Formula 1 musobaqalari bor-ku, o'shanaqa o'tkazadigan joylar ham qo'yiladi. 3000 gektarga uy quradi va Kolumbiyani oligarxlari bo'ladimi, boylari bo'ladimi, amaldorlari bo'ladimi, jinoyat olamining rahbarlari bo'ladimi, hammasi kelib o'sha yerda ko'rib qo'ysin deb turib, davomli holatda ziyofatlar o'tkazadi. Nega? Odamlar deyish uchun. Bugungi kunda ham ijtimoiy tarmoqlarda u yoki boy odamni, u yoki bu boy odamni ko'rishingiz mumkin yoki boyligini ko'z-ko'z qilishi mumkin. Holbuki O'zbekistonda masalan 30 yildan beri boy bo'lgan odamlar bor va ular
pana pastda, imi-jimida yurishadi aslida. Nega? Chunki boyligini ko'rsatgan paytlarda, qimmat mashinalarda yurgan paytlarda boshiga nima tashvishlar kelganini bilgani uchun ham jim yurishga harakat qiladi yoki birovlarni "o" deyishiga muhtoj emas. Lekin birovlarni "o" deyishiga muhtoj bo'lganlar bo'lsa, brend olib ko'z-ko'z qilishga harakat qiladi. Ya'ni o'zini shaxsini, hurmatini topish uchun bitta latta-puttalar brendi orqali topishga harakat qiladi. Qimmat mashinalar olib o'zini bor ekanligini, hurmat topishni xohlagani uchun qiladi. Ba'zi boylar orasida shunaqa narsa chiqibdi, har kuni har xil mashina haydaydi. Dushanba kuni boshqa mashina, seshanba kuni boshqa mashina. Nega? Odamlar "o" deyish uchun, odamlar tan olsin, odamlar hurmat qilsin degan ehtiyojini qondirish uchun. Pablo Escobar ham kambag'al oilada katta bo'ldi va jamiyatga o'zini isbotlashga harakat qildi. Harakat qilganini bir narsasi bu o'sha uy orqali. Kazolar ko'rsin, "o" desin, qoyil qolib ketsin deydi. Shu bilan birga yana hurmat topish kerak. Kuch bormi? Bor. Pul bormi? Bor. Yana ham hurmatliroq bo'lish uchun nima qiladi? Siyosatga kiraman deydi. Siyosatchi bo'laman va Kolumbiyani prezidenti bo'laman deb harakatga tushadi. Holbuki jinoyat olamidan chiqib kelgan. Amaldorlar desa shundoq ham cho'nchagida unga ham soqqa otolaydi, bunga ham soqqa otolaydi. Partiyalarga ham soqqa beradi, muxolifatiga ham soqqa beradi. Har taraflama o'zi shundoq ham atrofda tanish bilishlari bo'lgan holatda ham oligarxlarni, amaldorlarni tanigan holatda, soqqa bilan ta'minlab turgan holatda ham aytadiki, bu yetarli emas. Endi meni o'zim ham hurmatli bo'lishim uchun prezident bo'laman deydi. Uni boshlang'ichi bo'lsa, deputat bo'lish kerak. Deputat bo'lish uchun bo'lsa, xalqni ovozi kerak. Xalqni hurmatini topish uchun esa o'zi shundoq ham Kolumbiyani xalqi kambag'al, muhtoj, uysizlar ko'p, bo'lmishlar ko'p va nima qiladi? Uy qurdiradi. Uy qurdirib, odamlarga uy sovg'a qiladi. Har yakshanba boradi mahallalarga, muhtoj mahallalarga, Medellinni mahallalarga, oilalarga boradi, muhtojlarga pul tarqatadi. Har yakshanba borishini sababi u xristian bo'lgan, nasroniy bo'lgan va yakshanba kuni cherkovga borib ibodat qilinadigan kun deb bilingani uchun ularda yakshanba kuni xayr ehson ham qiladi. Onasining duosini oladi. Bir tarafdan, masalan, bugungi kunda birlamchi masala deb qaraladi-yu, onasining duosini olish kerakmi? Kerak. Qilmayaptimi? Qilib turibdi. Yordam qilib turibdimi? Qilib turibdi. Uy joy muhtojlarga berib turibdimi? Uysizlarga berib turibdi. Yana nima kerak deyiladi. Holbuki hayotni o'lchovi faqatgina yaxshilik bilan o'lchanmaydi. Bir shaxsni kishiligi, shaxsiyati yaxshilik qilyapti-yu deb turib, faqatgina u bilan belgilanmaydi. Agar yaxshilik bilan o'lchov bo'lsa, bir odamni bahosi, qiymati, qadri boshqalarga yaxshilik qilayotgani bilan o'lchanadigan bo'lsa, Abu Jahldan, Abu Lahabdan hech nafratlanmasligimiz kerak. Chunki ular Makkani peshqadamlari edi yaxshilik qilish bo'yicha. Hajga kelgan odamlarga qurbonlik qilardi, suv berardi, butun yaxshiliklarni qilishardi. Yaxshilik qilish bilan agar o'lchanadigan bo'lsa, biz Abu Lahabni yoki Abu Jahlni nimaga yomon deb aytamiz? Yoki hayotimizda xalqni pulini o'margan amaldorlar bordi, yoki amaldorlarni kuyovi, qizi bordi, xalqqa yordam berib yuribdi, unga yordam berib yuribdi deb turib, uni qilayotgan qing'irliklarga ko'z yumiladi. Masalan, deylik-ki, bir amaldor xalqni pulidan o'marayotgan bo'lsa, bu 38 million odamning haqqini yeyapti. Yetimlarning ham haqqini yeyapti, qariyalarning ham haqqini yeyapti-da. Masalan, buni birga bir qaraladigan bo'lsa, sizni pulingizni kimdir 10 ming dollaringizni oladigan bo'lsa-da, lekin 100 dollarini kimgadir sadaqa qilsa yoki masjidga qurilishga berib qo'yadigan bo'lsa, olqishlanadiganmi? Olqishlaysizmi? O sizni 10 ming dollaringizni uxlatgan odamni olqishlaysizmi? U agar 100 dollar masjidga ehson qilib qo'ygan bo'lsa, muhtojlarga berib qo'ygan bo'lsa, 100 dollarmi, 500 dollarmi maqtaysizmi, rozi bo'lasizmi? Yo'q. Nega? Ommaviy bo'lgan paytda, ommani, xalqni puli bo'lgan paytda biz ko'z yumib qo'yamiz. Oddiy misol, Gulnora Karimova muhtojlarga yordam berdi deyildi, uylantirildi deyildi. Holbuki o'g'irlagan pulini bergan yordam bilan qiyoslanadigan bo'lsa, 100dan biri ham emas. Pablo Escobar ham xuddi shunaqa. Topgan, butun dunyoni zaharlagan holatda giyohvand moddasini orqali topayotgan pulini 1000dan birini muhtojlarga ajratardi. Shu orqali xalqni qo'llovini olardi. Qaysi ma'noda? Birinchidan siyosiy qo'llovi, ikkinchidan uni sotmasligi uchun
himoya qalqoni qo'llovi, masalan, qidiruvda bo'ladi, keyinchalik unga to'xtalamiz. O'sha paytlarda ham himoya qilishgan ular. Har qanaqangi holatda unga sadoqat bildiradigan, uni aytgani bo'yicha Pablo Escobar o'ldi degan bo'lsa, o'lishga ham tayyor bo'lgan. Masalan, o'sha paytda $2000 beradigan bo'lsa, $2000 uchun bir umr topadigan puli bo'lgani uchun $2000 onasiga bersa-yu, o'limga tayyor bo'lgan odamlar bo'lgan. Ana shundan foydalangan holatda yaxshilik qilib o'zini armiyasini yiqqan, o'zini qo'llovchilarini yiqqan va oxir oqibat 1982-yilda Kolumbiyani deputati bo'ladi. Balki hayron bo'lishingiz mumkin, qanaqa qilib tonnalab Amerikaga giyohvand moddasi jo'natayotgan odam. Perudan, Boliviyadan xomashyosini olib kelib, Kolumbiyani o'zida qayta ishlab, Amerikaga jo'natayotgan bu darajada birinchi raqamli, o'sha paytda Kolumbiyadagi birinchi raqamli giyohvand savdosi bilan shug'ullanayotgan odam deputat bo'lishi mumkin deb hayron bo'lishingiz mumkin. Buni sababi uni jinoyatchi ekanligi bilan bog'liq hech qayerda xat hujjat bo'lmaydi. Hamma joyi top-toza qilib yuradi. O'sha 1976-yilda qo'lga tushgan paytda ham jinoyat ishini bosti-bosti qilib yo'q qilib yuborgan. Undan keyingi vaziyatlarda ham hamma joyi tozalab yurgan, yo soqqa bergan yoki o'ldirtirgan. Va bu narsa ko'pga cho'zilmaydi, deputatlik ko'pga cho'zilmaydi. 1,5 yil o'tganidan keyin 1983-yilda Adliya vaziri Pablo Escobar bilan bog'liq hujjatni topadi. O'sha 1976-yilda qo'lga tushadi-yu, bosti-bosti qilingan hujjatni topadida arxivdan Adliya vaziri va uni parlamentda boshqa deputatlarga hammaga ko'rsatadi. Hammaga ko'rsatganidan keyin sharmanda bo'ladi Pablo Escobar va iste'foga chiqadi. Iste'foga chiqqandan keyin deputatlikdan ketganidan keyin bu narsani hazm qila olmaydi. O'sha paytlar bilan bog'liq bo'lgan Pablo Escobarni o'sha paytdagi bir jurnalist o'ynashi bor. O'sha o'ynashi keyin biografik kitob yozadi va buni asosida kino ham qilinadi. Ko'rishni tavsiya qilaman shu kino. Bu kinoda ham tafsilotlar ko'rsatilgan. Adliya vazirini unga qilgan muomalasini, munosabatini hazm qila olmaydi. Nega? Chunki endi u bolalikdan jinoyat ishida aralashib yurdi. 20 yoshlarga to'lgan paytda jaraq-jaraq pul topadigan bo'ldi. Hatto uni o'sha 27 yoshda qo'lga tushgan paytda bir kunda topadigan pulini vazirlar umri hayoti bo'yicha oyligini yig'sa ham topa olmaydigan darajadagi bir daromadi bor edi va borgan sari odam bu narsani uddalaydigan bo'lsa, masalan 1978da endi samolyotlar bilan Amerikaga jo'natib turibdi. Tonnalar jo'natib turibdi. Unga hech kim qarshi kela olmayapti. Na bir Kolumbiyadagi boshqa jinoyat to'dalari bor edi, Kali degan, ular ham bas kela olmaydi. Hamma narsani, sodda qilib aytgan, chiki qilib yurgani uchun bunaqangi odam kuch bormi? Bor, pul bormi? Bor, hamma narsa bormi? Qo'l ostida fas deydigan bo'lsa 10 minglab odamlar bor. Pul desa xohlagan narsasini qila oladi, bitira oladiganmi? Borgan sari bunaqangi paytda odam faravnlashib qoladi. O'zini nafsini, hirsini, kibrini xudo qilib oladi, nima desa aytganini qiladi yoki o'zini xudodek tutishni boshlaydi. Va xuddi shunaqa adliya vazirini qilgan unga munosabatini, o'tmishini fosh qilishini hazm qila olmaydi. Hazm qila olmagandan keyin endi iste'foga chiqadi, alami ichida qoladi. Adliya vazirini pachchahini chiqaraman deb yurgan paytda adliya vaziridan ikkinchi hujum keladi. Pablo Escobarga tegishli bo'lgan butun o'sha giyohvand moddalarni qayta ishlaydigan markazi bor edi, o'rmonning ichiga qilgan. O'sha joyga Kolumbiyani politsiyasi va Amerikani tashkiloti birlashgan holatda o'rmondagi Pablo Escobarga tegishli bo'lgan giyohvand moddasini qayta ishlaydigan fabrikasini bosishadi. Bosgan paytida 14 tonnaga yaqin kokain qo'lga olinadi. Va bu narsa Pablo Escobarga qilingan oldin obro'siga qilingan hujum bo'lsa, endi soqqasiga, fabrikasiga qilingan hujum bo'lgani uchun bir oy o'tmasdan turib adliya vazirini o'ldirtiradi. Vazir o'lganidan keyin, Pablo Escobar o'ldirtirganidan keyin Kolumbiyani ichida yangi davr boshlanadi. Bir tarafda davlat va davlatga tegishli bo'lgan politsiya, davlatning xizmatida bo'lgan politsiya, armiya va unga qarshi bo'lgan Medellin karteli. Medellin degan jinoyat to'dasi. Ularning qo'lida ham qurol bor, pul bor, hamma imkoniyat bor. Masalan, o'sha paytda Amerika kommunistlarga qarshi ba'zi kuchlarni qo'llagan va o'sha kuchlarni qurollarini sotib olishni boshlagan Medellin karteli qo'lida butun
qurollari bor edi va ular keyin davlat bilan, politsiya bilan, armiya bilan kurashishni boshlaydi. Pablo Escobar boshqa vazirlarni o'ldirtiradi. Bosh prokurorni, Kolumbiyaning bosh prokurorini o'ldirtiradi. Uni fosh qiladigan, giyohvand moddalarni tashishi, u bilan bog'liq bo'lgan butun jinoyatlarni fosh qiladigan bir gazeta bor. O'sha gazetani binosini portlatadi va bosh muharririni o'ldirtiradi. Bu vaqtda Kolumbiyada shunaqangi qonun kuchga kirgan edi. Amerika bilan kelishuv o'tkazgan edi. Kolumbiya jinoyatchilarni, narkobaronlarni tutadi, Kolumbiya va Amerikaga jo'natadi. Amerika deportatsiya qiladi. Kolumbiya vatandoshi bo'lishi mumkin, lekin Kolumbiyaning ichida qoladigan bo'lsa, har qanaqasiga ham ular kimnidir sotib oladi, qochishga fursatini qiladi. Undan ko'ra Amerikaga jo'natib, Amerikada sotyapti-yu giyohvand moddasini. Amerikaga topshirib, jazosini Amerikaga bersin degan kelishuvni qiladi. Va bu narsa kuchga kirganidan keyin shu sababdan ham urush avjiga olib boradi va hattoki giyohvand moddalarni tarqalishini to'xtataman. Hali o'sha davrda ham Pablo Escobar katta fabrikasi yo'q qilingan bo'lsa ham davom etayotgan edi. Amerikaga jo'natishni ham davom etayotgan edi, faoliyatida ham bemalol davom etayotgan edi. Davom etishi bilan bog'liq o'sha paytda Barry Seal degan bitta uchuvchidan foydalangan edi. U bilan bog'liq ham kino bor, ko'rishni tavsiya qilaman. Tom Cruise o'ynagan va Pablo Escobar shu darajada ko'zi qonga to'lgan ediki, hech narsaga qaramayotgan ediki, agarda kim degan edi, Kolumbiya aholisiga, xalqiga yoki Medellinda yashayotgan muhtoj odamlarga aytayotgan ediki, agar kimda kim politsiyani o'ldiradigan bo'lsa, shuncha mukofot deb turib, politsiyani unvonlarga qarab turib, masalan, leytenant bor, kapitan bor, mayor bor, polkovnik bor-ku, o'sha unvonlarga qarab turib, uni mukofot e'lon qilgan edi. Va shunday qilib yuzlab Kolumbiya politsiya xodimlarini o'ldirtirgan edi. Bir tarafda Kolumbiya davlati Pablo Escobarga tegishli odamlar bilan shug'ullanib turibdi, bir tarafda bo'lsa Pablo Escobar o'zini odamlari orqali davlatga qarshi urushayotgan edi va 1989-yilda men jinoyat ishlarini, narkotrafiklarini to'xtataman, jinoyatchilarni tutib Amerikaga jo'nattiraman, ularni tinchitaman degan bir prezident nomzodi bo'ladi. Prezident saylovlari bo'lish kerak edi va prezident nomzodi bo'lgan bir odamni Pablo Escobar miting qilayotgan paytda avtomat bilan o'ldirtiradi. Uni o'rniga bo'lgan, uni izdoshi bo'lgan, davomchisi bo'lgan odam keyinchalik prezident bo'ladi. Faqat prezident bo'lishdan oldin u ham xuddi shunaqa saylovoldi kampaniyalar bo'layotgan paytda Bogotadan boshqa bir shaharga uchayotgan paytda uni o'ldirtirish uchun samolyotni portlatadi. To u samolyot portlagunigacha Kolumbiya xalqi masalan ilgari futbol komandalarini ham sotib olgani uchun Pablo Escobarni hurmat qilishardi. Muhtojlarga yordam bergani uchun hurmat qilishardi Kolumbiya xalqi. Uni Robin Hood deb atashardi, kam boylardan olib kambag'alga beryapti deb turib. Faqat o'sha samolyotni portlatganidan keyin xalq hafsalasi pir bo'lib undan nafratlanishni boshlagan. Samolyotni nimaga portlatgan? Prezident nomzodi, o'sha haligi mitingni o'ldirgandan keyingi boshqa bir nomzod bor-ku, o'sha o'rniga kelgan boshqa bir nomzod samolyotda boshqa shaharga uchayotgan paytda samolyotga o'zini odamini jo'natadi. Chemodanning ichida bomba bo'ladi va ichkarida samolyot uchayotgan paytda portlatasan deydi va u portlatadi. Faqat uni ichida prezident nomzodi bo'lmaydi. Keyinchalik u prezident nomzodi omon qolgan bo'ladi, oxirgi vaqtda samolyotga chiqmagan bo'ladi va u keyinchalik prezident bo'ladi. Ashaddiy keyin Pablo Escobarga qarshi kurashni boshlaydi va o'sha paytlarda Pablo Escobarga qarshi politsiyaning ichida har qanaqangi soqqa taklif qilinsa ham qabul qilinmaydigan, vatanini qattiq sevadigan va jinoyatchilikka qarshi o'limga ham tayyor bo'lgan bir guruh tashkil qilinadi. Bu guruh Pablo Escobarga qarshi qattiq kurashadi, lekin Pablo Escobar ham past kelmaydi, davom etaveradi. Portlatishlarini davom etaveradi. Amaldorlarni, bolalarini olib qochishda davom etaveradi. Kazo jurnalist bo'ladimi? Olib qochishda davom etaveradi. O'ldirtiradi, olib qochadi, portlatadi, xalq yashayotgan joylarni ham portlataveradi. Samolyot portlangan paytda xalq aytgan ediki, hukumatga bo'ldi, yetar, to'ydik biz. Nima qilsang qil, Pablo Escobarni yo'qot degan edi. Xalq hukumatdan talab qilayotgan edi. Faqat portlashlar, o'limlar, olib qochishlar ko'paygan sari xalq oxiri aytdiki, bo'ldi ey hukumat, Pablo Escobarni nima qilib tiya olsang-ti, nima kelishasanmi, nimadir berasanmi, nimagadir ko'ndirasanmi, biz bezdik. Tinch hayot xohlaymiz. Pablo Escobarni rozi qil, ko'ndir, bo'ldi. Kelishuvga erish, biz har narsaga ko'z yumamiz, deydi.
Ana shundan keyin hukumat Pablo Escobar bilan muzokara o'tkazishga majbur bo'ladi va Pablo Escobar qo'ygan butun shartlarini bajaradi, rozi bo'ladi. Shartlari nima edi? Bo'ldi, Pablo Escobar o'zini davlatga taslim qiladigan edi, topshiradigan edi. Faqat qamoq Amerikada emas, Kolumbiyani o'zida bo'ladi. Buning uchun o'sha Amerikaga topshirish degan qonun bekor qilinishi kerak. Bekor qilinadi. Ikkinchisi, qamoqni o'zim qurdiraman deydi. O'zim qurdirgan qamoqda qolaman deydi. Va haqiqatdan $5 million pul tikib, katta bir qasrga o'xshagan qamoqxona, nomi qamoqxona bo'ladi, o'zi aslida qasr bo'ladi. Chunki ichida jakuzi bor, basseyn bor, futbol maydoni bor. U futbol maydonida qamoqda bo'lib turgan paytda taniqli futbolchilar ham borgan, hatto Maradona ham borgan. Maradona bilmaganlar uchun aytaman, bugungi kundagi 90-yillarda, 80-yillarda Messi, u ham argentinalik edi, Messi ham Argentina-yu. O'zini davridagi Messi edi. U ham borib turib qamoqxonada Pablo Escobar bilan futbol o'ynagan. Qasrda ishrat bilan yashashi uchun butun sharoitlar bor edi. Faqat nomi qamoqxona edi. Hukumat Pablo Escobarning barcha shartlarini qabul qiladi va Pablo Escobar qamoqxona qurilgandan keyin, bitganidan keyin borib joylashadi. Joylashgandan keyin mazza qilib yashaydi. Nimaiki kam ko'st bo'ladigan bo'lsa, olib keltirish imkoni bor. Oilasini ham bemalol ko'rib tura oladi. Hamma shart-sharoit bor. Va o'sha joyda o'tirgan holatda xuddani home office bo'lib qo'ygan edi aslida. Uyda o'tirgan holatda ishni boshqara oladigan bir narsaga aylangan edi u joy. Qamoqxonada o'tirib ham giyohvand moddalarni jo'natish, tarqatish, savdo-sotiq hamma ishlarni amalga oshirardi. Va qamoqxonada bir yilcha yashagan paytida, bir yil o'tganidan keyin tashqarida uni ishlarini amalga oshiradigan, bajaradigan ikkita yordamchisi bor edi. Eng ishongan odam edi va u eng ishongan odamlari boshqa jinoyat olamidagi odamlar, boshqa to'dalarning orasida ham hurmati bor edi. Va u Pablo Escobar ulardan shubhalanish boshlaydi. Salla meni $20 million pulimni o'g'irladlaringmi deb turib, qamoqxonaning ichida o'ziga eng yaqin bo'lgan, o'zini ishonchli ikkita odamini, tashqarida ishlarini bitiradigan ikkita odamini o'ldirtiradi. Va bundan xabar topgan Pablo Escobarni raqibi bo'lgan, ham raqibi, ham masalan kokain tijoratida raqibi, ham dushmani bo'lgan Kali degan jinoyat to'dasi bo'ladi. Bundan xabar topganidan keyin qamoqxonada o'zini odamlarini o'ldirtirdi degan narsani xabar topganidan keyin darrov jurnalistlikka yetadi. Jurnalistlarga aytib turib, qamoqxonada odam o'ldi. Pablo Escobarga buncha sharoit qilib berilgan va qilib berilgan sharoitning ichida u odam o'ldiryapti va bunga hukumat ham sherik degan narsani shov-shuv qildirtiradi. Shov-shuv qildirtirganidan keyin Pablo Escobarni qo'lga olish va oddiy bir qamoqxonaga o'tkazish uchun politsiya boradi, lekin u yerda topilmaydi Pablo Escobar, chunki allaqachon qochib ketgan bo'ladi. Nega? Chunki qamoqxonani ikir-chikirlari, orqa eshiklari hammasi o'zi bilardi, chunki o'zi qurdirgan edi. Ana shundan keyin Pablo Escobar uchun quvg'indagi, qochqindagi hayot boshlanadi, yashirinib yuradi. Chunki unga qarshi faqatgina Kolumbiya davlati emas, Kali degan jinoyat to'da ham qarshi edi. O'zini odamlarini o'ldirgani uchun Pablo Escobar unga tegishli bo'lgan qo'l ostidagi odamlar bor-ku, ular ham hatto o'ziga tegishli bo'lgan yonidagi odamni o'ldirtirgan bo'lsa, boshqalarni ham ayab o'tirmaydi deb turib, ular ham boshqa jinoyat to'dalariga qo'shilishni boshlagan edi. Undan tashqari, Pablo Escobar o'zini jinoyat faoliyati davomida, ya'ni bu holat qamoqxonadan qochish 1992 bo'lsa, 1970-yillarda faollashgan bo'lsa, 20 yil davomida 20 mingdan ortiq odamni o'ldirtirdi-yu. O'ldirtirgan odamlar kimmidir otasi, kimmidir bolasi, kimmidir jiyani, kimmidir akasi, kimmidir ukasi. Ularning oilalari ham Pablo Escobardan qasos olish uchun bir guruh tashkil qilishadi. Bir tarafda Kali degan jinoyat to'dasi, bir tarafda Pablo Escobardan jabr chekkan qasoskorlar, bir tarafda bo'lsa Kolumbiya davlati, bir tarafda bo'lsa Amerika. To'rtalasi birlashgan holatda endi Pablo Escobarga tegishli bo'lgan odamlar bormi, advokatlar bormi, ish yurgizuvchilar bormi, hammasini o'ldirib chiqish boshlaydi. Pablo Escobarni o'ziga ham o'lim farmoni bo'lgani uchun uylarda yashirinib bekinib yuradi. Ana o'sha paytlarda bir uyda yashirinib, oila bola chaqasi bilan oynani oldiga ham kela olmaydigan, oynalariga parda tortilgan bir joyda yashab qolayotgan paytda o'zini o'g'li o'sha kunlarni eslab aytadiki, biz uyda o'tirgan edik, chemodanning ichida $4 million pul bor edi. $4 million pul bor, lekin bizning oziq-ovqatga ehtiyojimiz bor. Pulni ishlatolmas edi, chunki tashqariga chiqib bo'lmas edi, hattoki oynani oldiga borib bo'lmas edi, quyoshni ko'rib bo'lmas edi. $4 million bor, lekin hech vaqoga yaramas edi.
Va o'shanda tushundimki, ozodlik, erkinlik, hurriyat qay darajada muhim narsa ekanini. Agar ozodlik, erkinlik, hurriyat bo'lmasa, pul bir qog'ozdan boshqa narsaga aylanmas ekan, boshqa narsa bo'lmas ekan, faqatgina qog'oz ekan, o'zini hech qanaqangi ma'nosi, mantig'i, qiymati bo'lmas ekan deb aytgan. Xuddi shuni endi boshqa holatda o'ylab ko'rdim-da. Masalan, bugungi kunda arab shayxlari bor, millionerlar bor, milliarderlar bor. Futbol jamoasi desa $1 million, milliard dollar pul tikishga tayyor, masalan Manchester City kabi jamoalarga yoki boshqa jamoalarga. Lekin Falastinda 10 minglab, 100 minglab ham dindoshi, ham millatdoshi och qolayotgan paytda yordam bera olmaydi. Isroilda o'zini yurtini, o'zini uyini himoya qilgani uchun 10 mingdan ortiq falastinlikka o'lim hukmi e'lon qilindi. Isroilda falastinliklar uchun o'lim hukmi e'lon qilindi va ular haqida loaqal bir og'iz "Hey, nima bo'lyapti o'zi ham" deya olmaydi. Lekin milliard puli bor. Sionistlardan qo'rqib bu narsani qila olmaydi. Bu ham o'sha ozodlik yoki erkinlik cheklovi emasmikin? Yoki endi pichoqni o'zimizga uradigan bo'lsak, O'zbekistonda ham millionerlar bor, milliarderlar bor. Lekin bo'layotgan nohaqlik, zulm, adolatsizlikka jim turadi. Ming'irlab qo'yish mumkin, davralarda yomonlab qo'yish mumkin, ming'irlab qo'yish mumkin, lekin hech narsa qila olmaydi. Jasorat qila olmaydi. Jasorati yetmaydi. Nimadir qilish uchun hattoki o'ylab ko'rishni ham xohlamaydi. Yo'q, agarda 4 ta xotingacha olish kerak bo'lsa, sunnat deyishi mumkin, qiladi. Qo'shi mashina olish kerak bo'lsa, qiladi. Dunyo sayohat qilish kerak bo'lsa, qiladi va hamma qilayotgan narsasini din bilan bog'lab, sunnat bu deyishi mumkin. Dunyo kezish ham Qur'onda kelgan deyishi mumkin. Ot boqadi, otam Qur'onda kelgan deyishi mumkin. Lekin Alloh farz qilgan, masalan, sunnat deb ko'p xotinlik qilishi mumkin, lekin Alloh farz qilgan nohaqlikka, zulmga qarshi kurash bo'yicha puldorlar qila olmasligi. Pablo Escobarni o'sha uyda chorasiz $4 million oldida o'tirishdan nima farqi bor ekan deb o'ylab qoldim. Aytishingiz mumkin, hamma narsa zo'r-ku, muncha nolayverasan deyishingiz mumkin. Oddiy misol, pivo festivali bo'ldi. Boshqacha nomlar ostida pivo festivali bo'ldi Toshkentda. Aynan Ko'pik, boshqa sharmandali nomlar ostida Ko'pik festivali bo'ldi Samarqandda va bunga norozi bo'lgan o'nlab, yuzlab, minglab puldorlar bor. Lekin mas'uliyatni boshqalarga yuklagan holatda yoki faqatgina qarg'ab, so'kinib, ming'irlashdan nariga o'tmasdan blogerlar gapirsin, jurnalistlar gapirsin deb turib, men tinchgina soqqamma qilishim kerak deyotgan bo'lsa, bir tarafda noroziligi bor va bu noroziligini qaysidir nuqtada e'tiqod bilan bog'laydi. Masalani boshqa tarafida bo'lsa, spirtli ichimlik bilan shug'ullanadigan puldorlar bor. Oligarxlar bor. Puldorlar borki, oligarx ham bo'lish shart emas. Spirtli ichimliklar bilan shug'ullanadigan puldorlar bor va ular bu festivallarni qonunga zid ravishda o'tkazyapti. Toshkentda bo'layotgan holatda ham, Samarqandda bo'layotgan holatda ham 4 ta, 5 ta eng kamida qonun buzilishi bor. Qonun buzilishi bo'lgan holatda ham bu faoliyatning orqasida puldorlar bor. Spirtli ichimliklar faoliyati bilan shug'ullanadigan puldorlar bor. Kimnidir vino zavodi bor, kimnidir aroq zavodi bor, kimnidir pivo zavodi bor va ular bu ishning orqasida turibdi. Isbotla deydigan bo'lsangiz, hattoki ular masalan aprel oyidan prezidentni qarori kuchga kirgan edi. Nima edi? Yoqilg'i quyish shoxobchalarida, gaz to'lovlarida va shu bilan birga spirtli ichimliklarni chakana savdosida faqatgina karta to'lovi bilan bo'lish majburiy edi. Lekin nima bo'ldi? Pivo festivalidan, Ko'pik festivalidan ozgina oldinroq 26-may kuni bu qaror bekor qilindi. Hali 2 oyga to'lmasdan turib, u qaror ishga tushganidan keyin amalga tatbiq qilinganda 2 oy to'lmasdan turib, darrov faqatgina bitta bo'limi spirtli moddalarni chakana savdosi bilan shug'ullanayotgan paytda naqddan bo'veradi degan narsa amalga oshirildi. Hattoki o'zini e'tiqodi uchun, dini uchun, xalqi uchun, millati uchun, kelajagi uchun, ma'naviyat uchun deb qayg'urib faqatgina ming'irlashdan nariga o'tolmayotgan bir tarafda puldorlar bordi, bir tarafda bo'lsa spirtli ichimliklarni qonunga zid ravishda festivallar o'tkazib, kerak bo'lsa prezidentning qaroriga ham ta'sir ko'rsatadigan darajada lobbili faoliyat bilan yuritayotgan boshqa bir puldorlar bor. Va bu holatni ko'rib turib, faqatgina ming'irlashdan nariga o'tolmayotgan bir odam bo'lsa, agar imkoni bor, uy-joyi, qo'sha-qo'sha uy-joyi bor, katta tijorati bor, qo'lda bir nechta ishchilari bor va puldor bo'lib hech narsa qilish
aqliga kelmayotgan bo'lsa, ming'irlashdan nariga o'tmayotgan bo'lsa va shunchaki o'limdan keyingi hayotga, qiyomatga Alloh javobini so'raydi ulardan deb turib, o'zini ovutayotgan bo'lsa, bu o'zini chorasiz ekanligini tan olib bo'lgani, kuchi bor, imkoni bor, lekin chorasiz ekanligiga taslim bo'lganiga o'xshaydi. Bu endi Pablo Escobarni u uydagi vaziyatidan biroz boshqacharoqda. Aytganimdek, unga qarshi 4 ta guruh, 4 ta jamoa, 4 ta tashkilot birlashib olgan edi. Kallasini bitta oynadan chiqarsa, kallasi ketadigan holatda edi. Va shu sababdan ham oila bola chaqasini o'ylagani uchun oila bola chaqasini xavfsiz bir joyga jo'natsam, undan keyin urushni boshqa bosqichga olib chiqaman deb turib Germaniyaga jo'natmoqchi bo'lgan paytda Kolumbiya davlati bilib qoladi-da buni. Agar ertaga oila bola chaqasi Germaniyaga kirib boradigan bo'lsa, oilasi uni nozi tarafi Pablo Escobarni, oilasi uzoqlashadigan bo'lsa, undan keyin uni hech narsa tutib bo'lmaydi deb turib, Pablo Escobarni oilasini Kolumbiyaga kiritishni oldini to'sishadi. Germaniyaga kirishini, Pablo Escobarni oilasi Germaniyaga kirishini uchgan paytida to'xtatishadi, oldini olishadi va Kolumbiyaga qaytarib olib kelishadi, mehmonxonaga joylashtirib, Pablo Escobarni oilasini, ayolini, bolasini mehmonxonaga joylashtiradi. Va o'sha yerda Pablo Escobar oilasidan xavotir olib, nozi taraf bo'lgani uchun xavotir olib telefon qilishini kutishadi. Telefon qiladigan bo'lsa, uni joyini belgilaymiz deb turib. Endi Pablo Escobarning o'g'lini aytishi bo'yicha otasi telefondan foydalanishni, gaplashishni yoqtirmas ekan. 10 yillar davomida hech telefonda gaplashmas ekan. Ehtiyotkor bo'lgani uchun. Lekin o'sha kuni mehmonxonaga 7 marta telefon qilgan ekan, chunki deydi, o'g'li agarda taslim bo'lmaydigan bo'lsa, davlatga o'zini tuttirmaydigan bo'lsa, Pablo Escobar oilam ham mehmonxonada bir umr qolishi mumkin, balki qamalishi mumkin degan xavotiri bilan keyin 7 marta o'sha kuni telefon qildi deb turib, haqiqatan joyi aniqlanadi, uni tutishga boriladi va o'ldiriladi. Endi o'ldirilish bilan bog'liq tortishuvlar bor. Kolumbiya politsiyasi o'ldirdimi, snayper o'ldirdimi yoki o'zini o'zi o'ldirdimi degan. Bu masala asosiy masala emas. Asosiy masala o'lganidan keyin 25 mingdan ortiq odam uni janozasiga qatnashdi va do'damni qaytarib beringlar deb yig'laganlar ham bo'ldi va bugungi kunda haligacha shu darajada qotillik qilgan, dunyoni zaharga to'ldirgan, kokain tijoratini dunyoga moda bo'lishiga eng katta hissa qo'shgan odamlardan biri edi bu. 20 mingdan ortiq odamni o'ldirtirgan, oilalarni, hayotlarini dabdalasini chiqargan, davlat degan tizimga qarshi kurashib uni cho'ktiradigan darajaga olib kelgan, hirsini, nafsini, kibrini o'ziga xudo qilib olgan, o'zini xudodek tutgan, shunchaki pulini ko'milgan joylarga qazib ko'mgan odamlarni shunchaki sirini biladi deb o'ldirtirib yuborgan bir odamni qabriga borib sajda ham qilib kelishadi. Va ulardan farqli ravishda Pablo Escobarni o'g'li aytganki, Kolumbiya xalqini ko'pi otamni yomon deb o'ylaydi, lekin otam yomon deb o'ylangandan ko'ra ko'proq yomonroqdir deb aytgan. Omon bo'ling. Shuncha ma'lumot aytilgan bo'lsa, balki sizni xayolingizda ko'milgan pullarga nima bo'ldi ekan endi, kimdir topdimikan deb o'ylashingiz mumkin. Bu ko'milgan pullar kimlardir topdi. Topgan payti chirib ketgan ham bo'ldi. Bu haqida internetni yaxshilab qarasangiz topgan bo'lasiz va eng asosiysi unutmaylik, pul shunchaki muomala vositasi. Uni kimlardir xudolashtirib olgan va pul uchun har narsaga tayyor bo'lgan. Yo'q, unaqa emas. Qog'ozdan yasaladigan bir muomala vositasi. Oldi, berdi. Oldin barter bo'lgan edi, barterning o'rniga keyin pul kashf qilingan. Ya'ni muomala vositasi. Va farzandlarga tarbiya berayotgan paytda yoki o'zimiz ham bir narsani anglab yetishimiz kerakki, $1000 bor bir tarafda, bir tarafda $10,000 bor. $10,000 ko'pmi? $1000 ko'pmi? deb matematik hisoblanadigan bo'lsa, $10,000 ko'p bo'ladi. Lekin agar bu $1000 halol, to'g'ri so'zlik bilan topilgan bo'lsa, kimnidir cho'nchagidan o'marilmagan, hiyla qilinmagan, kimnidir burni qonatilmagan holatda $1000 topilgan bo'lsa, $10,000 ko'ra ko'proq, foydaliroq, qadrliroq, barakaliroqdir. Sog' salomat bo'ling.